Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men mana Jalonbek aka doktorxonasida davolanyapman. Ko'ksartroz bilan kelganman. Ko'ksartroz birinchi, ikkinchi stadiyasi bilan kelgansiz, ha? Ha, birinchi stadiyasiga kelganman. Hop, bugun tugatyapsiz, xudo xolasa. Bugun oxirgi kun xudo xolasa. Endi bir kurslik natijamiz qanaqa bo'ldi, o'zgarishlar sizda? Men shu kelganimda yurishga ham ancha qiynalardim. Keyin shu ertalab kechqurun kunduz deyarli har kun pasayam og'riq bo'lardi menda. Oyoqlarim tortishib qolardi. Poy tortish bo'lardi. Poy tortishib qolardi. Kuchim yetmay qolardi. Ozgina yursam ham qalsirab, charchab qolardi. Hozir unaqa narsalar yo'q menda. Oyog'im tortishmayapti. Oldingidaqa misol og'riqlar umuman yo'q. Yurishlarim ham yaxshi hozir. Yurishlaringiz ham o'zgarish bo'ldi, sal tekis yuryapsiz, xudo xolasa. Yurishlarimda yaxshi o'zgarishlar bor. Yaxshi. Ko'ksartroz kasali bilan bemorlarga nima deb tavsiya qilasiz? Ko'ksartroz kasali bor bemorlarga. Doktorga borib yurmasdan, ertaroq oldin olgan yaxshi ekan baribir. Misol men 2 yildan beri lecheniya qildim. Bizga kelguncha 2 yildan beri faqat ukol dori bilan lecheniya olgansiz. Og'riq qoldiruvchi, boshqa ukollar qilib yurgan. Shu kungacha misol bir foyda ko'rmadim o'sha ukol dorilardan. Hozir menga kelganingizda ham 2 marta yotib chiqdim, 10 kun yotib chiqdim deyapsiz. Hech qanaqa 1 gram foyda bo'lmadi dedingiz-da. Mana Allohga shukr, shifosini berib, mana tabiiy yo'l bilan xudo xolasa 70% ga 7 kunda erishibsiz. Bu juda katta natijada, xudo xolasa. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Ha, xursandman. Endi keyingi kurslarimizda yana sekin-sekin tiklanib ketasiz inshaalloh. Alloh shifo bersin. Rahmat.